Mana ishimiz yana davom etadi. To'pli pollar deyarli tashlab bo'ldik. Endi mana shuncha ozgina qoldi. Mana bu yoq ham chiroyli yig'ilgan. Mana bu ham chiroyli yig'ilgan. Ana o'tirgan odamga ahamiyat bermaymiz. Yaxshi o'tiribdilar. Mana bu ham chiroyli kollektorlarga yig'ilib. Mana bu yerda ham qarasizlar bo'ladi. Hammasi cho'tki. Bugungi ishlarimiz qizg'in davom etmoqda. 3 o'g'lon bir bo'lib to'pli polni enasini ko'rsatamiz. So'kmayman. So'kmayman. Odam qilib bo'lgandan keyin odam maza qiladi ko'rib borib. Boya ko'rsatgan joyim to'g'ri tashladi. Mana bu ham boyaga bilan solishtirganda hamma mana cho'tki stashkaga tayyor. Xudo xolasa. Mana bitta ozgina ishi bor. O'shani qo'lga qo'ysak, rakvinani joyini sak bo'ldi. Xudo xolasa bugungi ishimiz bitta tugaydi. Shunaqa o'zimiz jonimizga ham qarab turishimiz kerak. Issiq sovuq kunda issiq choy ichib kasal bo'lmaslikka harakat qilishimiz kerak. Va santexnikasi yaxshi ko'raman shunaqa bo'lgandan keyin qarab. Shunaqa. Bunimiz ortib qoldi. Xudo xolasa bunimiz ikkinchi etajga hali tayyor emas, ikkinchi etajimiz, ikkinchi etajga o'rnatib yuboramiz. Ham ketib qoladi.